Assalomu alaykum. Anchadan beri video qilmagandik. To'g'risi vaqt ham bo'lmadi. Boshqa ishlar bilan bo'ldik. Tak, bugungi kunimizning temasi motoblogning pichoqlari haqida. Bu Vima motoblogning pichog'im. Tak, bunda bo'layotgan muammom hozir уже bittasini svarka qilib to'g'riladim, kesib. Mana bu tishlarini o'qlarni bir xil qo'yganda motoblokka qotiriladigan joyi. Bu tish bilan bu tish bir-biriga to'g'ri kelmayotgandi. Boshqa joyda edi. Xuddi shunaqa 3-pichog'im. Bu bilan oxirgisi to'g'ri kelish kerak, lekin zavodskoy to'g'ri kelmaganda. Sababim bu narsa ikkalasi ham bir tarafniki bo'lib qolgan. Ikkalasi ham ili pravi, ili levi, ili chap, ili o'nniki bo'lib qolgan. Ikkalasi ham bir tarafniki. Shu turishida agar pichoq terilsa, bir xil yerga pichoq botmagani sababli motoblok o'ynashni boshlaydi. Chapga, o'ngga, rosa ko'p qimillaydi. Shuning uchun bugun kesdik buni. Kesib bitta zub aylantirdik. Mana agar qarasalaring, bu bilan bu to'g'ri kelyapti. Bunisi bilan bunisi. Mana bu o'qlar, teshiklar bir-biriga to'g'ri. Keyingisi mana bu teshik bilan bu teshik bir-biriga to'g'ri. Mana endi 3-chisini varid qilamiz. 3-chisi mana teshigi bu yonda turibdi. Buniki ham xuddi shunaqa. Hozir ishni yakunlagandan keyin yana davom ettiramiz. Mana 3-pichog'imizni ham svarka qilib oldik. Qo'ldan kelgancha svarka qildik. Hozir endi qo'shimcha pichoqlarni ko'ramiz. U qay darajadan bir-biriga to'g'ri kelayotganligini. Pichoqlarni hammasini yoyib tashlaganmiz. Bitta kraska sepish kerak endi bularga. Zanglab qolmasligi uchun. Endi bularimizni varid qilib oldik. Bu qo'shimcha seksiyasi 4-qator. Pichoqlarimizni o'ng va chapga ajratib olamiz. O'ng pichoq va chap pichoq. O'zini boltkaykalarni salarkaga solib qo'ygandim. Zanglagan ekan, yaxshi qotirilmayotgandi. Xudo xolasa terishni boshlaymiz. Terib bo'lgandan keyin yana bitta video qilib ko'rsataman sizlarga. Mana xudo xolasa tishlarimizni to'g'rilab bo'ldik. Hozir ko'rib turilganidek hamma tish bir-birini ketidan qaytaryapti. Hammasi bir tarafga, chap-chapga, o'ng-o'ngga. Xuddi shunaqa. Narigi tish ham xuddi shunaqa. Bir xil. Cobalt akkumulyatori. Bular hammasi ruchnoy yasalgan.
Bu 7 ot kuchlik motoblogimiz. Buni hamma ko'rgan menimcha bundan oldingi videolarda. Bunga boshqa motor qo'ydik. TX deb yozilgan, endi qanchalik TX, qanchalik TX emas, unisini bilmadik. No, korobkasi уже где-то bizda bir 7-8 yildan beri ishlayapti. Bu ham Vema. Sepli korobka bo'ladi bundan. Remellik. Bu Vemani olish istoriyasi deydi-yu. Buni OLX'da topib qoldim. Ko'rib qoldim OLX'dan. Vali shatuni uzilib, korpusni yorib chiqqandi. Atak bu yoqlari hamma joy ishlaydigan sostoyaniyada edim. Buni OLX'da topib, shu chamasi $150, 2 million ham emas. Sotib oldik. O'zimiz yangi yo'ldan 2 millionga. Keyin borib O'rikzordan val, shaton, porshon, ko'lcha, blok oldik. Bitta balansirniy val bo'ladi bulardan. Balansirniy val bo'ladi yana bitta. Shularni olib kelib qo'yib, xudo xolasa yig'gandik. Bir martada zavayt bo'ldi. Zapchaska 900 ming so'm ketdi. Общий aytganda 3 millionga tushdi menga bu motoblok. O'zi sostoyanasi ishlatilmagan почти, pichoqlari ham ishlaganga o'xshamayapti. Startlari hamma narsasi joyida edi. Faqat shu blokni yorib chiqqanda shaton uzilib, moysiz haydashganmi, ili bilmadim nimaga blokni yorib chiqqanda. Shu boshqa masalasi yo'q, skorozlari joyida tushishlari. Mana bunga o'zimiz kripleniya yasadik. To'g'risi dadam yasadim. Skoroz irchagi yo'q edi. Bitta skoroz irchagi oldik. Mana bu narsasini oldik. 35 mingami, 40 mingga qimmat ekan. Qolgan narsalari, truslari, ishlari, sochniklari, hamma narsasi o'ziniki. Vema modeli 13 ot kuchlik. Ana modeli. U Vema 7 ot kuchli. Remellik. Buni qilmagan ish qolmadi.